Navbatdagi qiziqarli savol. Kasr mahrajini irratsionallikdan qutqarishimiz kerak. Buning uchun biz quyidagi amallarni bajaramiz. Avval kasr mahrajini soddalashtirib olamiz. Izosta 8 ni 2 izosta 2 deb, 4 ni 2 qo'shilgan 2 deb yozib olishimiz mumkin. Demak, izosta 2 qo'shilgan izosta 3 qo'shilgan 2, izosta 6 qo'shilgan izosta 8 ni 2 izosta 2 deb qo'shilgan 2 deb yozib olsak bo'ladi. Demak, 2 va 2 ning yig'indisi 4 ni beradi. Bizda hamma narsa bor. Endi mahrajidagi ikkinchi juftlikdan, ya'ni izosta 6, 2 izosta 2 va 2 dan izosta 2 ni qarsini tashqariga chiqarib yuboramiz. Shunda umumiy ko'paytuvchini qarsini tashqariga chiqarsak, 1 plus izosta 2 qoladi. Surat va mahraj qisqarib ketadi va bizda 1 taqsim 1 plus izosta 2 ko'rinishga keladi. Buni irratsionallikdan qutqarish uchun biz 1 minus izosta 2 ni surat va mahrajiga ko'paytirib yuboramiz. Shunda 1 minus izosta 2 taqsim 1 ning kvadrati 1, izosta 2 ning kvadrati 2, 1 minus 2 qoladi. Natija izosta 2 minus 1.